kambag'allikni mezoni qanday tartibda belgilanyapti? Baribir ham siz reyestrdan tashqari skoring qilyapsiz, mahalla yettiligi, qo'ni qo'shnidan so'rayapsiz. Bu yerda baribir insonni omili kelib chiqyapti. Va bu ba'zi bir holatlarda shunaqa holat yuz beryaptiki, hududga deputatlarimiz oy yakunida borganida ba'zi bir holatlarda fuqarolar tomonidan kambag'allikdan men chiqazildim yoki reyestrdan chiqazib yuboryapti yoki reyestrga kirgizilmayapti degan tushunchalar, savollar bilan bizga murojaat ham bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan sizdan iltimos bo'lardi, siz qisman to'xtalib o'tdingizda, shu kambag'allikka reyestrga kirish yoki kambag'al oila degan tushunchaga qanday mezon, indikatorlar orqali aniqlayapsizlar vazirlik xodimlari yoki tumandagi bo'limlarda? Kambag'allik reyestri hozir aytib o'tgandek endi shakllanayotgan narsa. 1,7 million odamni reyestrga kiritganmiz, lekin hali hech kim kambag'allik reyestridan chiqib ketdim deb aytmaydi, chunki hali reyestrdan hech kim chiqarganimiz yo'q. Reyestrga kirish inson omili o'ta minimal darajaga keltirilgan. Ya'ni aholini minimal iste'mol xarajat qiymatidan kelib chiqiladi va bugungi kunda jonboshiga shu 669 ming deb belgilangan jonboshiga to'g'ri keladigan daromad. Jonboshiga to'g'ri keladigan daromadni boyagi skoring tizimi aniqlaydi. Buni barcha bu soliq qo'mitasini boshqa istochniklarni hammani axborot tizimlari orqali hisob kitob qilinadi. Faoliyatdan olinadigan o'rtacha daromadlar boshqa hammasi taqqoslangan holda belgilandi. Endi daromadi shundan kam bo'lgan odam hamma ham kambag'al bo'ladimi degan savol, yana ikkinchi savol vujudga keladi. Yo'q, unday emas aslida. Agarda insonni, oilani potensial daromad topishi mumkin bo'lgan aktivlari bo'lsa, ya'ni misol uchun ko'chmas mulki, uni rasmiy daromadi bo'lmasligi mumkin 669 ming, boyga aytganimdek jonboshiga to'g'ri keladigani, lekin ko'chmas mulki bo'lsa, ikkinchi uyi bo'lsa va hokazo daromad keltirishi mumkin bo'lgan boshqa aktivlari bo'lsa, unday oilalar skoringdan avtomatik tarzda kambag'al emas deb tan olinadi.